Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Uzgaz yo'l zapravkani arkasida 2 qavatli hovli-joy sotuvga qo'yildi. 2 xonali kvartirani pulida birgalikda ko'rib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Giraversh dalonimiz pol o'tiribdi, laklangan, oboydan chiqib turibdi 100%. Giravershda umumanliklarimiz qo'yilgan, kafillar etilgan arkasi, suvlarimiz yetib turibdi, registrlarimiz o'rnatilgan. Kotyolna ega. Suv, gaz, svetadan muammo yo'q. Hamma narsa girib turibdi. Hozir shochkimizda puli tamom bo'lgan ekan. Shuning uchun svet yoqolmadik. Uzr so'rayman. Bu yon tarafimiz dalon bo'ladi. Tabii birimiz oshxona. Bu yon tarafimiz sanuzel. Kafildan chiqib turibdi, registr o'rnatilgan, vanna, unitazlar qo'yilgan. Berimiz oshxona. Fartuq qilingan, gaz turbamiz tushib turibdi. Shotchik ko'chada turibdi gazniki, svetniki ham. Bu yon tarafimiz 30. Shuning 10 metr, yana bir 4 metr 30 tushgan. 30'imiz bor ekan katta. Shoshlik pishib uchun. İkinci qavatni ko'ramiz. İkinci qavatga ko'tarilishda chap qo'limizda bir xona, o'ng qo'limizda bir xona bor ekan. Bu tarafimiz katta zol. Yerimiz ham mana oboydan chiqib turibdi. Registrlarimiz o'rnatilgan. Uzgaz yo'l zapravkani arkasida. Birimiz spalniy. Bahasına keladigan bo'lsak, yurtdoshlar 400 million so'm. Arzon narxda qo'yildi. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omad.